Assalomu alaykum. Bugungi mavzu Knox-Moshak sindromi. Ruschasiga sindrom Gurchevitning мышцы deyiladi. Buni belgilari bu ham xuddi bel dumg'aza churasiga o'xshab, qaysi tarafdagi Knox-Moshak zararlangan bo'lsa, shu tarafdagi oyoqqa dumba sohasidan tortib, oyoqning son orqasi bilan tortuvchi og'riq beradi. Va sezgini o'zgarishi, ya'ni jimir-jimir bo'lishi mumkin yoki chumoli yurganda bo'lishi kuzatiladi. O'tirganda ham, yurganda ham shu oyoqda og'riq bo'lishi. Chunki og'riq dumba sohasidan tarqalishini sezadi. Ayniqsa zinaga chiqayotganda kuchayadi. Ba'zan cho'loqlanib yurishi mumkin. Knox-Moshak o'zi dumg'aza suyagimizning pastki uchdan ikki qismiga bir uchi yopishgan bo'ladi, ikkinchisi birikkan bo'ladi, ikkinchisi son suyagining katta dumog'i yopishgan bo'ladi. Uning vazifasi, funksiyasi oyoqni tashqariga rotatsiya, tashqariga burish hisoblanadi. Endi ma'lum bir sabablar hisobiga shu mushak tortilib qolsa, spazm bo'lib qolsa, ya'ni qo'ymish nervining ustida joylashgan bo'ladi. Qo'ymish nervi uning tagidan o'tgan bo'ladi. Spazm bo'lib qolsa, qo'ymish nervini bosib qo'yadi. Shuning hisobiga xuddi bel umurtqa churasi kabi belgilar beradi. Qo'ymish nervi 4-5 bel umurtqasini kareshkalardan boshlanadi va dumg'azaning 2-3 umurtqalar orasida kareshkalargacha bo'lgan oraliqdagi barcha ildizchalar qo'shilishib, bosh barmoqda yo'g'onlikda bo'lib, ikkita oyoqning pastki tarafiga, ikkita oyoqqa qarab uzatiladi. Shunda uzatilayotganda tazning ichidan o'tib, Knox-Moshak tagidan o'tgan bo'ladi. Agar spazm bo'lganda shu nervni siqib qo'ygani uchun xuddi bel umurtqa churasidek belgilar berishi mumkin. Nimalar sabab bo'ladi? Birinchi o'rinda sovuq joyda o'tirish, yaxshi joyda o'tirish. Ikkinchisi qattiq joyda uzoq vaqt o'tirish. Uchinchisi skolioz bo'lsa, ya'ni tanadan kelayotgan og'irlikni teng taqsimlamagan hisobiga muskul cho'zilishi mumkin. Uchinchisi travmalardan keyin shu mushak cho'zilgan bo'lsa, shunaqa og'riq beradi. Bel umurtqasidan churasidan qanday ajratib olamiz? Bunda laboratoriya tahlillarda ham deyarli o'zgarish bermaydi. O'zida ham yaxshi o'ziz bo'lmasa, muskullarni ko'rib yurgan o'ziz bo'lmasa, uni ajrata olmaydi. Bunda MRTda tushirishimiz mumkin. MRTda faqat bel umurtqasining churasini bor yo'qligini, agar bel umurtqa churasidan bo'layotgan bo'lsa mumkin yoki Knox-Moshakdan bo'lyaptimikan. Shuning uchun bel umurtqasini MRT tekshirishini o'tkazamiz aniqlash maqsadida. Va testlari bor. Men hozir sizlarga shu ikkita testini ko'rsataman. Aytganimizdek, birinchi testimiz qaysi tarafda og'riq bo'layotgan bo'lsa, qaysi tarafda Knox-Moshak spazm bo'layotgan bo'lsa, masalan, olib qaraydigan bo'lsak, chap oyoqda. Tizzani bukib, bu Knox-Moshakning vazifasini aytdik. Oyoqni tashqariga rotatsiya qilish. Shunda yarim bukkan holda tizzani ichkariga, oyoqning uchini tashqariga bosib ko'ramiz. Shunda tortilib og'riq beradi. Shuni bosib ko'rganimizda tortilib og'riq beradi. Bu birinchi belgisi. Birinchi test. Ikkinchisi, qorniga qarab yotib oling. Ikkinchisi, boya aytganimizdek, o'zi mushak son suyagining katta bug'roviga, dumog'iga bir uchi birikkan bo'lsa, ikkinchisi dumg'aza suyagining pastki 3-2 qismiga birikkan. Shunaqa o'tgan anatomik topografiyasida endi shuni o'tgan joyini mana paypaslab ko'rsak, endi triggerni zona deyiladi, kuchli og'riq beradigan nuqtalari. Shunda og'riq kuchayadi.
og'riq kuchli bo'ladi shu joyda bosib ko'rganimizda. Umurtqa pog'onasi grejasida uni bosganingiz bilan og'riq bermaydi bunaqa. Bunda og'riq bo'ladi bosgan joyida. Chunki mushak ustidan bosasiz, tagidagi nerv bo'lsa, u ham bosilganda og'riq kuchli beradi. Ham bu yerda mushak yog'lanish hisobiga shunaqa og'riqni beradi. Bu ikkinchi testimiz hisoblanadi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda og'riq qoldiruvchi nosteroid preparatlar, ya'ni diklofenak, ketanol, miroxikam. Ikkinchisi miorelaksantlar, midakalm ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi uchinchisi mana shu mushakni anatomik topografiyasini bilgan holda shu mushakka mahalliy og'riqsizlantiruvchi anestetiklar bilan birga glukokortikoidlar qo'shib ukol qilish, blokada qilishimiz kerak bo'ladi. Blokada qilganimizda yaxshi effekt beradi. Undan keyin davolovchi mashqlarga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Davolovchi mashqlarni hozir men sizlarga bir 3 tasini ko'rsatmoqchiman. Birinchi mashqimiz, qaysi oyoq og'rigan bo'lsa, masalan, chap oyoq og'rigan bo'lsa, shunaqa stulga qo'ysak, suyanishimiz kerak bo'ladi va oyoqni, mana shu oyoqni ichkariga tortib harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Imkon qadar o'nta, 15 tagacha qilishimiz kerak. Buni 2-3 martalab bir kunda qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz yerda bo'lsa ham bo'ladi. Chap oyog'imiz og'rigan bo'lsa, bukkan holda o'ng oyog'imizni tizzani ustiga chiqaramiz va o'ng oyoqni imkon qadar ushlab, shuni 30 sekundgacha ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Imkon qadar 30 sekundgacha ushlab turib, o'zimizga tortishimiz kerak. Shunda bu oyoq tortilyapti, chap oyoq va maksimum mushak tortilishi, cho'zilishi kuzatiladi. Bu mashqni ham 3-4 marta bir kunda bajarishimiz kerak. Uchinchi mashqimiz, o'tirgan holatda qaysi oyoq og'rigan bo'lsa, chap oyoq og'riyapti, chap oyoqni, o'ng oyoqning tizzani yarim bukkan holda ustiga chiqaramiz va chap oyoqning tizzadan pastga qarab bosamiz va tanani shunga qarama-qarshi tarafga harakat qildirib orqaga qaraymiz. Shunda hamma mashqlarimizda ham yaxshi, qanchalik mushaklar yaxshi ishlasa, shu joyga qon aylanishi yaxshi bo'ladi va vasvolitilniy proseslar tezroq ketadi. Qisqacha mana shular haqida aytmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin.